zindagi beg'amu shirin bo'larkan. Yoshlikda orzular qaynarkan, so'ng olam tashvishi boshga tusharkan. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, umringizga umr qo'shilaversin, kunlaringiz mazmun shodlikka to'lsin. Sog' bo'ling, yoshingiz yuzda namoysin, sog' bo'ling, yoshingiz yuzda namoysin. Sizga hayot baxsh etgan ota-onangiz, doimo tayanchingiz bu oilangiz. Og'irni yengillatar yaqinlaringiz, kasbu koringizdan rizq ro'zingiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, umringizga umr qo'shilaversin, kunlaringiz mazmun shodlikka to'lsin. Sog' bo'ling, yoshingiz yuzda namoysin, sog' bo'ling, yoshingiz yuzda namoysin. Hali sizda ko'pdir orzu niyatlar, dunyo kuch va imkoniyatlar. Niyatlar ushansin, ko'rmang hech dardlar. Sizga tilagimiz faqat omadlar. Siz biz uchun aziz mo'tabar inson, hayot imtihonlaridan o'ting sog' omon. Siz biz uchun aziz mo'tabar inson, hayot imtihonlaridan o'ting sog' omon. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, umringizga umr qo'shilaversin, kunlaringiz mazmun shodlikka to'lsin. Sog' bo'ling, yoshingiz yuzda namoysin, sog' bo'ling, yoshingiz yuzda namoysin. Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlar, uzoqdagi yaqinlar, olisdagi jigargo'shalar. Hammalaring yaxshimisizlar? Hammalaringga xayrli kun. Azizlar, yana sizlar bilan g'oyibona didorlashib turibman. Shu g'oyibona didorlashib turishimiz sababchisi bo'lgan Andijon shahrini Asakasidan Hadicha Kibriyo qizimiz 8 yoshga to'ldilar. 8 yoshda qarshiladilar. Mana shu Hadicha Kibriyo qizimizni tabriklash uchun avvalambor bizni qadrdonimiz Matlubaxonim Toshmatova, Hoji dugonam, amma buvasi nomidan, Matlubaxonim Toshmatova nomidan tabrikni qabul qilasiz Hadicha Kibriyo qizimiz va buvasi Shoiraxon nomidan, opoqisi Ikromjon nomidan va ayasi Oyqiz nomidan, dadasi Ilhomsher nomidan tabriklarni qabul qilasiz. Shu qatorda Jannatgohshiq TV kanali ham mana shu Hadicha Kibriyo qizimizni tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ziyoda bo'lsin, qoriya qiz bo'lsin, soliha qiz bo'lsin, eli yurt havas qiladigan farzandlardan bo'lsin. Hadicha Kibriyo, yana bir bor shukrona kuningiz muborak bo'lsin. 90 bilan to'qnashing, 100 yosh bilan yuzlashing. Katta qiz bo'lib, mana shunday chiroyli o'qishlarga kirib, yaxshi go'shangalarga kelin bo'lib yurishlik nasib ro'z aylasin. Sizni baxtingizni mana shu buvijonlaringiz, dadajonlaringiz bilan birgalikda ko'rishlik nasib ro'z aylasin. Qadrdonim
Hadicha Kubura, singillariz nomidan Soliha Bonu va Osiya Bonu nomidan ham tabriklarni, sovg'alarni qabul qilasiz. Va yana bir xush xabar. 9 fevral kuni Mohidil, ya'ni katta buvalarini shukrona kunlari 60 yoshga to'layapti ekan. Mohidilxon, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. 60 yoshingiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Kasal bo'lmang, g'am ko'rmang, dard ko'rmang. Mana shu opingiz bilan xudo bo'lgan ekansiz. Opingiz bilan birgalikda, ya'ni Shoiraxon bilan birgalikda mana shu farzandlarda, nabiralarda yaxshi kunlarida bosh bo'lib, qarilik gashtini surib, mana shu to'rilarida duogo'y bo'lib o'tirishni nasibi ro'za aylasin. Hamma yana bir bor hoji ona bo'lsin, hoji dada bo'lsin. Hadicha Kubura qizimiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Mohidilxon, sizni ham 60 yoshli shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Hamma sovg'alarni tashkillagan amma buvi Matlubaxonim Toshmatova nomidan, Shoiraxon buvasi nomidan, dadasi Ikromjon, opoqisi Ikromjon nomidan, ayasi Oyqiz, dadasi Ilhomjon, Soliha Bonu, Osiya Bonu nomidan sovg'alarni qabul qilgaysiz. Va yana bir xush xabar. 9 fevral kuni Mohidil, ya'ni katta buvalarini shukrona kunlari 60 yoshga to'layapti ekan. Mohidilxon, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. 60 yoshingiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Kasal bo'lmang, g'am ko'rmang, dard ko'rmang. Mana shu opingiz bilan xudo bo'lgan ekansiz. Opingiz bilan birgalikda, ya'ni Shoiraxon bilan birgalikda mana shu farzandlarda, nabiralarda yaxshi kunlarida bosh bo'lib, qarilik gashtini surib, mana shu to'rilarida duogo'y bo'lib o'tirishni nasibi ro'za aylasin. Hamma yana bir bor hoji ona bo'lsin, hoji dada bo'lsin. Hadicha Kubura qizimiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Mohidilxon, sizni ham 60 yoshli shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Hamma sovg'alarni tashkillagan amma buvi Matlubaxonim Toshmatova nomidan, Shoiraxon buvasi nomidan, dadasi Ikromjon, opoqisi Ikromjon nomidan, ayasi Oyqiz, dadasi Ilhomjon, Soliha Bonu, Osiya Bonu nomidan sovg'alarni qabul qilgaysiz. Aman
beqasam